Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun sayyoralar paradi boshlanyapti. 28-fevral 2026-yil. Mana tepaga to'taman. Mana Oy. Mana yo'lida Yupiter. Mana Yupiter sayyorasi mana. Yupiter sayyorasi mana ko'rinib turibdi qoldi. Mana Saturn mana. Oy tepasida turgan. Saturn bu. Mana Yupiter mana Oy yonida turibdi. Oddiy ko'zdan mana Yupiter charaqlab katta bo'lib ko'rinib turibdi, katta yulduzda. Boshqa yulduzlar va ko'rinmaydi mana telefonda yaxshi. Mana Saturn. Mana quyosh botish tomonga qaraymiz mana. Kichkina xira bo'lib mana. Mana Venera ko'rinib turibdi ana. Merkuriy ko'rinmaydi. Merkuriy quyoshga yaqinchida yorug'likda ko'rinmaydi u. Venera lekin 1 yilda 365 kun bo'lsa, 50-60 kun ko'rinadi aniq. Doim ham ko'rinadi desam ham yolg'onchi bo'lmayman. Havo tiniq bo'lganda 100 kun ham ko'rinadi 1 yil hisobida. Har doim ko'rinadi Venera. Quyosh botganda qarasangizlar, quyosh botgandan o'sha chiqadi. G'arb tomonda. Quyosh botgan joydan chiqib ko'rinib turadi. Saturn mana. Saturn. Yupiter. Sho'raxonani tomosha qilyaptilar. Eshadbek ham mana. Sho'rxon polvonani ko'radilar. Tomosha qilib. Mana buni Qashqadaryo viloyat Muborak tuman Qarliq qishlog'idan olyapmiz. Iskandar ko'kdanman. Mana shunday havo tiniq uchun ko'rinib turibdi. Yupiter ham zo'r tiniq ko'rinyapti. Saturn ham tiniq ko'rinyapti, katta bo'lib mana. Mana Venera juda yorug'likda turibdi-da, yaxshi ko'rinmaydi Venera mana. Sal ko'rinadi mana. Ko'zdan yaxshi ko'rinadi, telefon yaxshi ololmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hamma ro'za kunlarimdan, Ramazon kunlarimdan tabriklayman.